Boshlang'ich $500 bilan mana shu 2015-yilda ishlab chiqargan X2miz halol nasib savdoga berilayotgan ekan. Akalar, kanalimga bo'lsangiz obuna bo'lib qo'shingizdan chiqmasin. 1.6 donus akalar, faralari yaxshi holatda, 4 yumshoq balon taqilgan, 186 ming probegda yurgan ekan. Uni tekshirtirib olasiz akalar. Tablo qotib qolgan. Salon qismiga kiradigan bo'lsak, apshipkalari yaxshi holatda, o'zi radno chexollari, poliklari yaxshi holatda, o'zi ham bunaqa rollari, tarpetgan ustiga yaxshi chexollar akalar. Tablolar ham bunaqa. Moshlarimiz mexanika super, faqat bez konditsioner akalar, adashmasam. Xuddi shunaqa. Bez konditsioner akalar. Mashinamiz yurib turgan, xudo xolisa, yaxshi mashina. Qolgan ma'lumotlarni, kraskalari to'g'risida ma'lumotni, qolgan ma'lumotlarni egalariga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi akalar. Lekin mashinaning turishi zo'r bo'lib turibdi. Mashinamiz 1 metr o'tiribdi. Xudo xolisa, kelib bemalol haydab ko'rsangiz bo'ladi. Boshiga $500 berasiz, oliy to'lov uchun Telegramga kirsanglar, Telegram kanalimizga kirsanglar, o'sha yerda yozib qo'yganmiz akalar. Xullas, Telegram nomerini qoldirdim. Srochniy aloqaga chiqib baraka qilinglar akalar.